Hammaga salom. Men Jasurbek, yoshim 22 da. Yaponiyaga ketmoqchiman. Ismim Sultonmurod, hozir 18 yoshdaman. Yapon tilini o'qishni 2023-yildan boshlaganman. Hozirga qadar o'qib kelyapman. Meni ismim Suyunov Ozodbek, 19 yoshdaman. Hozirda yapon tilini o'rganaman va o'sha Yaponiyaga ketish maqsadidaman, Xudo xolasa. Bir yil oldincha xuddi mana shu paytlarda ancha-muncha narsalarni boshimdan o'tkazgandan keyin Yaponiyaga ketgim kelib qolgan. Chunki Yaponiya u yoqda belgilangan tizim ishlaydi. Ya'ni qonun-qoida hammasi joy-joyida. Qanaqadir plan qilsangiz, o'sha planingizga oid hamma narsa joy-joyida o'z vaqtida bo'ladi. Tartib qonun yaxshi ishlaydi. Yaponiya men uchun qanaqadir boshqacha davlat edi. Qolgan hamma davlat ichida ajralib turgan davlat edi. O'shaning uchun menga Yaponiyani madaniyati, kulturasi, o'sha atmosferasi, polniy Yaponiyaga bog'liq hamma narsa yoqardi. Keyin o'shaning uchun qiziqish paydo bo'lgan. Tili unchalik qiyin emas. Yapon tili grammatikasi bor, lekin qiyin grammatikasi, lekin menga oson tushadigan taraf kanjisi bo'lgan, o'shaning uchun. Just Grant bu o'qiyotgan universitetimga tegishli, ya'ni bog'liq proyektlardan bittasi bo'lgani uchun eshitib qolganman. Ko'rganman ba'zi bolalarni o'sha o'qib yurgan, chunki yonimizda yurishgan ko'p bolalar o'sha Justda ketmoqchi bo'lgan, yoki ketganlardan ham ko'pchilik tanishlarim bor. Oldin biz bilan o'qigan. Just haqida Instagramda chiqqan reklamasi. Shu haqida ozgincha qiziqish bildirganman. Undan keyin o'zlari bog'lanishgan. Just Grantni Instagramda ko'rganman, birinchi ishonmaganman. O'shaning uchun men birinchi o'rinda o'rtog'imni jo'natib, o'rtog'imni sinab ko'rganman Just Grant. Shu o'rtog'im hozir Yaponiyada o'qiyapti. Hammasi cho'tki, yaxshi joyida. O'shaning uchun men keyin ishonch qabul bo'ldi. Keyin men ham Just Grantga keldim. Menda hech qanaqa ikkilanish bo'lmagan, chunki men o'ylayman, har qanaqa omad ham harakatdan keyin kelib chiqadi. Ya'ni harakat qilmasangiz bu natija ham bo'lmaydi. Harakat qilmasangiz hech narsaga erishmasdan ham o'tiraverasiz. Shuning uchun bir narsaga anaqa harakat boshlasam, hech qanaqa o'ylanmasdan bajaraman. Ishlanishlar просто aldov emasman. Ishonsa bo'ladimi bu kompaniyaga? Qancha odam ketgan, qanchadan beri ishlashadi. Shular haqida podrobnosti bilganimdan keyin ishonch hosil bo'lgan. Shundan keyin ikkilanishlar ham bo'lmagan, to'liq o'qiganmiz. To'y qilishdan oldin ikkilanish bo'lgan. Endi har bir odamda ikkilanish bo'ladi boshida. Chunki bu oddiygina summa emas, kam summa emas, katta summa. O'shaning uchun boshida ikkilanish bo'lgan. O'sha o'qib boshlab, dokumentlarni yig'a boshlab, o'sha ancha vaqt o'tib, shuni boshlaganmiz. Keyin shu to'lovga kelganda ham ishonchimiz komil, hammasi aniq. To'liq o'qigandan keyin yapon tilini qanaqa qiyinligini his qilishni boshlaganman. Ya'ni o'sha yapon tilini o'rganishni boshlaganmiz. Ketadigan bolalar bilan bir guruhda bo'lib, qanaqadir ya'ni yangiliklar Yaponiya haqida, ya'ni qanaqadir layfhaklar, ya'ni borgandan keyin qanaqa qilish kerak, mana shunaqa narsalar haqida bilishni boshlaganman. Birinchi shu o'qishga to'liq o'qigan paytda boshqa tuyg'u bo'lgan. Bu o'sha наконец-то va nihoyat Yaponiyadagi o'qishga, Yaponiyaga erishishga bu birinchi qadamdek tuyulgan. O'shaning uchun juda katta hissiyotlar bo'lgan. Hayajonlanishlar, xursandchilik bo'lgan paydo bo'lgan. Odatda menimcha
birinchi marta bunaqa konsaltingdagi to'lov qilayotgan joyim yo'q. Odatiy bo'lgan. Uydagilar topib berishdi u pulni, to'lov qildim. Birinchi o'rinda ulgurganimga shukr qilganman, chunki o'sha oxirgi paytda kelganman-da. Yozga, iyulga potok yopilayotganda kelganligim uchun necha yengil tortganman. Jazzda eng yaxshi tomonlaridan biri bu juda yaxshi ustozlar yetkazib berishgan. Shuncha vaqtdan beri qancha ustozlar almashlagan bo'lsak, hammasi yaxshi edi. Hammasi chotki bizga dars berishgan, bilim berishgan. Eng yoqqan tomoni ta'lim, yapon tilini o'qitish. Bu jarayon juda ham qiziqarli bo'lgan, ayniqsa senseylar. Ikkita sensey esimda qolib ketdi. Azamat sensey bilan Diyora sensey. Juda ham qiziqarli o'tishardi darsni. Men zerikmaganman. Ayniqsa Azamat sensey o'zlarining hazillari bilan Diyora sensey bizga o'rgatdilar, boshqa kitoblardan ham o'rgatdi. Umuman kengroq qilib dars o'tib bergandi. Senseylar juda ham ajoyib. Senseylar yaxshi, hazilkash, darsimizda quvnoq o'tishiga iloji boricha harakat qilishadi. Azamat sensey. Bomurod. Yo'q, quvnoq senseylar. Lekin fikrlashlari, dunyoqarashlari ham endi o'zlari ham kesishga qiziqqan inson bo'lgani uchun sal o'sha yaqinroq, ya'ni bizlarga, talabalarga, yoshlari ham bizlar bilan yana tengroq, raznica katta bo'lmagani uchun fikrlashlarimiz yaxshi tushardi bir-biriga. И попробуешь не узнаешь degan gap bor. Shuning uchun sinab ko'rish kerak. Jazzni men sizlarga taklif qilaman. Jazz grantga kelib, o'zingizlar o'sha qat'iy qiziqsanglar, masalan, Yaponiyaga bo'lsa, Yaponiyaga ketish imkoniyatlar bor. Agar rostdan ketmoqchi bo'lib, o'shda o'qib, maqsadlaringiz bo'lsa, demak, Jazz grant sizga yordam beradi aniq. Maslahatim, maqsad qo'ydinglarmi, orzuylar bormi? Yapon tilini o'rgangan bo'lsanglar, hech narsani kutmasdan vaqtida foydalana olinglar.